Nima u? Tek beribdi. Niyat, Bigiolifdagi o'yin bo'lib, niyat. Mani efirimda kim nimaga indamay o'tirishadi? bilmadim. Tinglab kuzatib 2 soatdan beri. Mustafa кто? Это стикер кто? Endi efir ochganingizdan keyin odam kiradi-da. Shu indamay o'tirmasin. Shu indamay o'tirmasin mani efirimda. Menga o'xshagan kambag'al efir ochsa bitta pashsha uchib o'tmaydi. Seryozni, o'zi bir oyda bir marta efir ochaman, bitta odam kirmaydi. Hamma tanishlarimda podelitsa uraman, baribir kirmaydi. O'shaning uchun ham друзьяda hech kim yo'q ekan. Yo, o'zim qo'shmayman. Hamma profilim 00. Hamma profilim, hammasi. Hozir ikkitasiga pakasiz qo'shildingiz. Ularni qo'shmay turay. Ko'rganlar menga farqi yo'q. Sizda aytishadi, "Ha, bu qiz sevishadigan ekan" deb. Keyin sizda ham efiringizga hech kim kirmay qoladi-da. Yo'q, men oldin ochardim-da. O'sha ochgan paytim bir oy ochdim, hech kim botdan boshqa hech kim kelmadi. O'shaning uchun hozir aytyapsiz, o'shaning uchun kulgim keldi mani. Siz aytganingiz esimga tushib ketdi. Yo'q, faqat sizni bu efiringizdan efiringizga xo'jayin bo'ladiganlar bilmaydi. Bor-u sizda efiringizga ham xo'jayinlar. Kim xo'jayin? 1-2 marta kirib qoldim. 1-2 marta kirib qoldim. Kimlargadir admini bor, xo'jayin hammasi. Hozir menimcha yo'q admin bunda. Hech kimga bermang adminni. O'zidan yigit yasab oladi, xo'jayinlik qilishadi. Ha, Emas. tushunarli. Men uyqum kelyaptimi juda? Juda gripp bo'lamanmi? Ertalabdan kechgacha yaxta energetik ichaverib o'lib ketaman qaysi kun. O'sha men bittachi banzaga tushganman. Moskvada Zarari ko'p-u, lekin odamga xuddi xumoriday bo'lib qolganda, ertalab turasiz, bitta yaxta energetik ichmasangiz, juda yo'q bo'lmaydi. потому что unga anaqa narsa qo'shiladi ozroq. Ozroq o'sha narsadan qo'shadi. O'shaning uchun odamni bittachisi yana ichgisi keladi. Men ham boya ichuvdim. Bilasizmi, o'shani ichsam qanaqadir odamga energiya beradi. Kofein. Yo'q, boshqa narsadan qo'shadi ozroq. Ana unaqa. O'shaning uchun bitta ichganingizdan keyin yana ichgisi keladi. Siz uxlamaysizmi? Soat 5 bo'lyapti. O'sha energetikka ichaman deb o'tiribman-ku. Energetik ichaman deb o'tiribsiz? Yo'q, уже ichdim, o'shaning uchun uyqum kelmayapti.
Siz içsek ham içmesek ham şu uyku yok. Bir doktorga ko'rinish kerak. Seryozni bir sutkada uxlasam bir 3 soat yo 4 soat uxlayman-da. Hmm. Yok şu Bigolife'dan bo'ladimi? Постоянно şu Bigolife'dan. Может быть. Mana shu yerda o'tirib uxlamadim hali. O'zi bo'lmasa uxlardim. Bu yo'q bo'lgan. O'zi har doim shundaysiz-ku, yarim kechasi efir ochib olasiz. O'rganib qolganman-da. Uxlash kerak. Asablamasam charchab qoladi. Ay, yo'q. Efiringiz lekin yaxshi topda turar ekan-a, odam kiraveradi. Nimaga unaqa to'pda turadi? Topda 28 da turibsiz-a. Nimaga u yoqda turadi? Sababini bilasiz? Shu topda chiqasiz-da, topda chiqqaningizdan keyin odamlar efir aylansa, sizda efiringiz chiqib kelaveradi-da. Yaxshi. Mana bu biror Instagramdami yoki TikTokdami video qo'ysangiz topda chiqib ketadi-yu, odam ko'p ko'radi. Ha. Efir ham shunaqa-da.